Assalomu alaykum aziz obunachilar. Sizlar bilan bugun telefonni перезагрузка qilishni o'rganamiz. Sensor ishlamay qolgan yoki boshqa hollarda telefonni o'chirib yoqish imkoniyati bo'lmaganda, mana masalan bosganda o'chirib bo'lmaydi, sensor ishlamaydi. Xullas, telefon qotib qolgan paytlarda ham asqotadi degan umiddaman. Faqat bu hamma Android telefonlariga amal qiladi. iPhone'larga boshqacha bo'ladi. Uni ham xohlasam uni ham o'rgataman. Hozir buni qilamiz. Mana uchalasini bosib turamiz. Uchalasini baravar teng bosib turamiz. Va telefonimiz o'chib yondi. Obuna bo'lishni unutmang. Sizlar bilan yaxshi kontentlarni qilishda harakat qilaman. Qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddaman.